Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Sizlarni ko'rib turganimdan benihoya xursandman. Qatta bo'lishimizdan qat'iy nazar hammamiz bir insonmiz, hazrati insonmiz. Umringlar uzoq bo'lsin aziz ayollarimiz. Qarab turibman. Ayollarimiz mana otalarimiz, umuman muxlislarimiz sizlarni ko'rib turganimdan, vaqtlaringizni ayamay kelganlaringizdan sizlardan juda ham minnatdorman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yaxshi insonlar ko'p bo'lsin. Mehr oqibati hech qachon yo'qolmasin, to'g'rimi? Oqibat bo'lsa, dunyo go'zal bo'lar ekan, tinch bo'lar ekanmiz, bolalarimiz baxtli bo'lar ekan. Hammalaringizga men baxt, saodat tilagan bo'lardim. Eng muhimi, tani jonimiz sog' bo'lsin. Alloh iymonimizni butun qilsin. Bu dunyo va oxiratda yuzimizni yorug' qilsin. Bolalaringiz rohatini ko'ringlar, turmush o'rtoqlaringiz bilan baxtli bo'linglar, xonadonlaringiz tinch bo'lsin. Fayzi barakot arimasin. Hamma ham boy bo'lgisi keladi, to'g'rimi? Boy bo'lib, hamisha yaxshi kunlarga pullaringizni ishlatinglar. Hamisha yaxshi kunlarda yuringlar, to'ylar qilinglar. Eng muhimi, tani jonlaringiz sog', omon bo'lsin. Hozirgi qo'shig'im har bitta ota-ona umr o'tgan sari qarab turman yoshi ulug' ayollarimiz. Bolalaringiz rohatini ko'ringlar, qarlikda farzandlarimiz yaxshi inson bo'lsa, bu baxt. Chunki umr beshafqat. Hammasi o'tar ekan. Eng muhimi oilamiz qolar ekan. Ana shu oilamiz tinch bo'lsa, bolalarimiz yaxshi inson bo'lsa, o'sha xonadonimizda baxt, hamma narsa butun bo'lar ekan. Sizlar uchun hozir avvalo o'z farzandlarim uchun qo'shiq aytganman farzandimga. Tilardimki, bolalaringiz rohatini ko'ringlar. Qariganda Alloh hammalaringizni aziz qilsin. Farzandimga qo'shig'i.